Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, dasturimiz obunachilari. Bugungi darsimizda sizlar bilan Xudo xolisa animatsiya yasashni o'rganamiz. Ya'ni mana bunaqangi animatsiya, ya'ni slayd yasashni ko'ramiz. Bu slaydni animatsiya CSSdagi animatsiya xossasi bilan yasashni ko'ramiz. Xo'p, demak, buning uchun birinchi bizda kerak bo'ladigan narsa divdan mana shunaqangi shakl yasab olamiz, ya'ni to'rtburchak shakl yasab olamiz divdan va u divni ichiga deylik 4 ta rasm joylaymiz. Bunaqangi mashinaning rasmi. Va mana shu 4 ta rasm yonma-yon joylashadi va ularni birin-ketin biri ketib ikkinchisini olib kelishimiz kerak bo'ladi slaydda. Mana shu rasmlarni o'rnini almashtirishni animatsiya, ya'ni animation xossasi bilan qilamiz. Xo'p, undan keyin esa mana divimizga soya beramiz. Soyaga rang beramiz va hokazo. Xo'p, demak, birinchi bizni bo'lib qiladigan ishimiz bu div yasab olamiz bitta. Xo'p, demak, bitta div yasab olamiz. Xo'p, endi bu divimizga bitta class berib olamiz. Ya'ni bitta belgi berib olamiz. Class atributi ichiga bitta belgi qo'yamiz. Demak, buni nomini, class nomini slider deymiz. Slider. Endi mana shu classli, ya'ni klassi slider bo'lgan elementimizga hop kenglik beramiz, ya'ni width kengligi 700 piksel bo'lsin hozircha. Undan keyin esa balandligi 400 piksel bo'lsin. Xo'p, undan keyin esa fon rangi hozircha pushti bo'lsin va undan keyin border, ya'ni ramkasi 2 piksel oddiy chiziq ko'rinishda, rangi esa hozircha gray bo'lsin, kulrang. Xo'p, endi slayderimizga to'rtburchak shakl yasab oldik. Endi esa shu slayderimizni ochib ko'ramiz. Xo'p, demak, hozir bizda divimizni ochib ko'ramiz. Prasмотреть kod. Undan keyin esa mana bu bodyimizni ichidagi div klassi slider bo'lgan elementimizni ko'rdik. Xo'p, demak, hozir bu yerda klassi slider bo'lgan elementimizga hech qanaqangi CSS yozilmabdi. Xo'p, demak, sababi hozir biz mana bu index.css hamda index.html fayllarimizni hali bir-biriga bog'lab ulgurganimiz yo'q. Xo'p, endi shu fayllarni bog'lab olamiz. Link tagi bilan undan keyin esa index.css faylni bog'lab oldik. Undan keyin esa saqlang tugmasini bosamiz va obnovit. Mana ko'rib turibsizlar, 700 pikselga 400 piksel divimiz, to'rtburchak shaklimiz hosil bo'ldi. Endi shu divimizni ekranning o'rtasiga olib kelishligimiz kerak. Ham gorizontaliga, ham vertikal yo'nalishda o'rtaga kelish kerak. Xo'p, buning uchun birinchi, ya'ni div elementimizni joylashuvini o'zgartirishlik uchun flex xossasida gaplashgan edik. Qaysidir bir elementimizni joylashuvini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, o'sha elementimizni otasiga flex xossasini yozamiz. Ya'ni hozir men divni o'rtaga olib kelmoqchiman, buni otasiga yozaman flex xossasini, ya'ni bodyga. Xo'p, yozaman body. Undan keyin esa display flex. Xo'p, endi esa yeniga o'rtaga olib kelmoqchiman. Justify content center. Yeniga o'rtaga keldi. Endi bo'yiga o'rtaga olib kelishim kerak bo'ladi. Xo'p, endi yozaman align items center. Bo'yiga align items center bilan olib kelishimiz kerak. Xo'p, demak, hozir align items center bilan bo'yiga o'rtaga kelishlik kerak edi, lekin kelmadi. Sababini hozir tekshirib ko'ramiz birgalikda. Prasмотреть kod. Bitta sababga ko'ra o'rtaga kelmasligi mumkin. Align items bilan
Xo'p, nima uchun? Align items bilan o'zi aslida o'rtaga kelish kerak edi. Lekin bir sababga ko'ra o'rtaga kelmasligi mumkin. Bu ham bo'lsa, ya'ni elementimiz o'rtaga kelishligi uchun uning o'rtasida yetarlicha balandlik, ya'ni bo'sh joy bo'lishligi kerak. Hozir biz bodyni ustiga sichqonchani olib borib ko'rdim, mana. Bodyni ustiga sichqonchani olib borib ko'rdim, lekin hozir bodymizda yetarlicha balandlik yo'q. Endi shu bodyimizga yetarlicha balandlik berish uchun deylik, brauzerimizni, ya'ni ekranimizni balandligichalik balandlik berib olaman bodyga. Ya'ni bo'sh joy hosil qilib olaman bo'yiga. Ya'ni height 100 VH, ya'ni ekranni balandligi bilan bir xil bo'lsin dedim. Ya'ni ekranni balandligini 100% ga teng bo'lsin dedim. Xo'p, endi bodyimizni balandligi ekranni balandligi bilan bir xil bo'ladi. Update qilamiz. Mana ko'rib turibsiz, hozir bodyimiz balandligi ekran balandligi bilan bir xil bo'ldi. Endi esa bo'yiga ham divimiz o'rtaga keldi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz bu slider divimizni orasiga yana bitta div ochib olaman va ana shu divimizni ichiga rasmlarni joylayman image tag bilan. Hozir menda bu yerda, ya'ni mana bu HTML faylimiz turgan joyda papkada 4 ta rasm bor. 1 2 3 4. Fayl nomi foto1, foto2, foto3, foto4. Hammasini formati JPG fayl. Xo'p, demak, image kechirasiz foto1.jpg. Xo'p, endi buni copy paste qilaman. 2 3 4. Endi esa fayllar nomlarini o'zgartirib chiqaman. 2 3 hamda 4. Xo'p, endi rasmlarimizni chiqarib ko'ramiz. Brauzerda update. Mana ko'rib turibsiz, hozir rasmlarimiz hammasi chiqdi. Ikkinchi rasm, bu esa uchinchi rasm. Mana bu yerda esa 4-rasmimiz chiqmay qoldi. Xo'p, endi hozir tekshirib ko'ramiz. Foto 5 emas, foto 4. Update qilamiz. Mana 5-rasmimiz ham chiqdi. Xo'p, demak, rasmlarimiz hozircha ustma-ust joylashgan holatda turibdi. Ustun holatida, ustma-ust joylashib, bu rasmlarimizni biz yonchasiga joylashtirishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yonma-yon joylashligi kerak bu fayllarimiz. Ya'ni rasmlarimiz. Buning uchun display flex beraman. Ya'ni fayllarimiz ustma-ust emas, yonma-yon joylashligi uchun bu fayllarimizni, ya'ni rasmlarimizni o'rtasiga display flex beraman. Ya'ni o'rtasi mana bu div. Xo'p, endi mana shu divimizni class bermasdan ham tanlab olsak ham bo'ladi. Ya'ni buning uchun klassi slider bo'lgan elementimizni ichidagi divga display flex yozaman. Ya'ni display flex olgan element ichidagi elementlarni yonma-yon joylashtiradi. Ya'ni hozir bizda rasmlarimiz ustma-ust holatda joylashgan edi. Endi biz bu rasmlarimizni o'rtasiga display flex deganimizdan keyin bu div ichidagi elementlarni, ya'ni rasmlarni ustma-ust emas, yonma-yon joylashtirishlikni boshlaydi. Xo'p, demak, update qilamiz. Pastga tushadigan bo'lsam, mana pastda boshqa rasm yo'q. Endi yonga o'tamiz. Yonga o'tadigan bo'lsak, mana rasmlarimiz endi yonma-yon joylashdi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz bu rasmlarimizni kengligini aniqlashtirib olish. Ya'ni mana bu rasmimizni kengligi mana bu ramkamizdan chiqib ketib qolibdi tashqariga. Ya'ni rasmimizni hajmi katta, shuning uchun ramkadan tashqariga chiqib ketgan. Endi hozir biz shunaqa deyishimiz kerakki, rasmni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, kichkina yoki katta bo'lishligidan qat'iy nazar, o'rtasini kengligi bilan bir xil bo'lsin deyishim kerak. Ya'ni bu rasmimizni o'rtasi hozir div. Ya'ni div qayergacha kelgan bo'lsa, xuddi shu yergacha kelishligi kerak bo'ladi rasmlarimizni kengligi ham.
Hop, buning uchun, ya'ni otasini kengligi bilan bir xil bo'lsin deydigan bo'lsak, xohlagan bir elementimizga, o'sha elementlarimizga widzini, ya'ni image taglarimizni hammasiga widzini 100% deyman. 100% degani bu nimaga nisbatan 100%? Bu otasini kengligiga nisbatan 100% bo'ladi. Ya'ni otasini 100% ga teng bo'ladi. Ya'ni otasi div. Divimiz esa mana bu yergacha kelgan ramkamiz. Xo'p, mana shu yergacha bo'ladi. Rasmlarimizning ham kengligi. Xo'p, endi update qilamiz. Mana ko'rib turganinglardek, har bitta rasmimiz ramkamizning kengligi bilan bir xil bo'ldi. Xo'p, endi esa bu ramkamizdan tashqariga chiqib ketgan rasmlarni, ya'ni 2-chi, 3-chi hamda 4-chi rasmlarni, ramkadan tashqariga chiqib ketganlarini yashirib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'rinmaydigan qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, buning uchun просмотреть kod qilamiz. Undan keyin esa konsolimizni pastga tushirib olaman. Va elementga boraman. CSS'imizni bu yoqqa surib olib, undan keyin esa hop, mana ko'rib turganlaringizdek, hozir bu yerda rasmlarimiz bor. Bu rasmlarimiz otasidan toshib chiqib ketib qolgan. Ya'ni mana bu divdan toshib chiqib ketgan. Shu toshib chiqib ketgan elementlarni yashirib qo'yishlik uchun o'sha otasiga yozaman. Hop. Overflow bu toshib chiqib ketish degani. Overflow ya'ni toshib chiqib ketgan elementlarni yashirib qo'yamiz. Hidden bu yashirilgan degani. Ya'ni toshib chiqib ketgan elementlarni yashirib qo'y dedim. Ya'ni divdan, mana bu divimizdan, ramkamizdan toshib chiqib ketgan rasmlarni yashirib qo'ygin dedim. Xo'p, mana yashirib qo'yildi. Endi bu yozgan overflow hiddenimizni kopировать qilib faylimizga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aks holda bu yozgan CSS'imiz brauzerni update qilishimiz bilan o'chib ketadi. Endi esa update qilamiz. Xo'p. Demak, hammasi yaxshi. Xo'p, endi esa sizlar bilan keyingi qiladigan ishimiz bu animatsiyaga yetib keldi. Endi mana shu divimizni, ya'ni mana bu div tagimizni biz animatsiyaga ulab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda animatsiyamizga nom berib olamiz. Animation name. Xo'p, deylik, slider deyishimiz mumkin. Xohlagan nomimizni yozishimiz mumkin bu yerga. Xohlasak o'zbekcha, xohlasak inglizcha, farqi yo'q. Slider deb nomlab oldim men. Xo'p, sizlar boshqacha nom bilan nomlashingiz ham mumkin. Xo'p, bundan keyin esa animatsiyamizga nom berdik. Keyingi qiladigan ishimiz bu animatsiyamizni duration, ya'ni davomiyligi, ya'ni animatsiyamiz qancha davom etishligi kerak, ya'ni necha sekund. Xo'p, deylik, 4 ta rasm almashishligi uchun 5s dedim, ya'ni 5 sekund yetadi. Xo'p, bundan keyin esa animatsiyamizni timing iteration count deyman. Animationimizni iteration count. Bu iteration count bu animatsiyamiz necha marta sodir bo'lishligi kerak, ya'ni necha marta qaytalanishi kerak. Ya'ni bitta animatsiyamiz necha marta takrorlanishi kerak, shuni yozamiz. Xo'p, 1 deydigan bo'lsam 1 marta takrorlanadi animatsiya, 2 desam 2 marta takrorlanadi, 3 desam 3 marta. Va hokazo sonlar bilan belgilashimiz mumkin. Agar bu yerga biz infinite deb yozadigan bo'lsak, bu cheksizlik degani to'xtamasdan takrorlanib turaveradi. Hozircha bizga 1 deymiz, ya'ni 1 marta sodir bo'lib to'xtasin animatsiyamiz. Xo'p, demak, hozir bizga kerak bo'ladigan asosiy animatsiyamizni xossalarini yozdik. Animatsiyamizga nom berib oldik. Necha sekund davom etishi kerak animatsiya hamda necha marta takrorlanishi kerak. Xo'p, yozib bo'ldik. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz bu animatsiyamizni harakatga keltirib olish. Xo'p, bu yerda kuchukcha bilan key frames deyman. Bundan keyin esa mana bu slayderimiz animatsiyamizning nomini yozaman.
Menda hozir animatsiyamiz nomi slayder edi. Slayder yozaman, undan keyin esa jigarli house och yopaman. Xo'p, demak, bu yerda biz animatsiyamizga harakat beramiz. Ya'ni bu yerda from hamda to parametrlar ishlaydi. Xo'p, bu yerda endi from nima qilib beradi, to nima qilib beradi. From bu animatsiya boshlanmasdan oldingi divimizni holati qanaqa bo'lishi kerak va animatsiya oxiriga yetib borgandagi holat qanaqa bo'lishi kerak div. Ya'ni bu from animatsiya, ya'ni div animatsiya boshlanishidan oldingi, ya'ni divni holati from ichiga yozib belgilaymiz. Animatsiya oxiriga yetib borganda divni holati qanaqa holatga yetib kelishi kerak bo'lsa, to'ni ichiga yozamiz. Ya'ni from bu animatsiyaning boshlanishi, to esa animatsiyaning tugashi. Xo'p, demak, fromga yozaman. Fromga yozamiz. Misol uchun animatsiyamizni o'tgan safargi darsliklarimizda ko'rgandik, ya'ni elementlarimizni surishni transform hamda translate bilan elementlarimizni surishni ko'rgandik. Xuddi shunaqa qilib surishni ko'ramiz. Ya'ni transform translate x o'qi bo'yicha suramiz, ya'ni gorizontal yo'nalishda. Hop, 0 deyman. Ya'ni hech qancha surilmagan holatda bo'lishligi kerak divimiz. Hop, endi